Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Assalomu alaykum ustakalar. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Ustakalar, men bir 15 yildan beri tom yopaman. Bitta savol tug'ilib chiqib qoldi menga. Men akushkaga 15 yildan beri shu sohada ishlayman, tom sohasida. Akushkaga shatran tashlayotgan ko'pchilik. Men bunga shatran tashlamasdan hamda o'zim kelib turgan tunikasini mana o'ziga qaytarib yuboraman-da. Va bu narsamda kesib musorga tashlab yuborlar atxotini. Mana bu joylarini ham ko'ringlar, mana tunika bir-biriga kirgan joylari bu. Bu kelib turmaniga tushadi. Buni qaytarilgan joylarni ustiga endiva qo'yganimizda, va teshalarda izini endi yopib qoladi. Mana shu joylar. Mana bu tepasini ham ko'rsatib qo'ying. Va tepa joylari ham mana tepasi keladida, mana mentlarga hech qanaqa germet qilinmagan, tashlariga ham germet qilinmagan. Mana bu joyni ustida shohid borlar ezib qo'ygan taqdirda ham tagida shatran yo'q-da. Hali shatran qaytarilgan 5 sm joyini ezib qo'yishadi ko'pchilik. Shunga nima deysizlar, kommentga bir yozib ketinglar, shatran tashlaganimiz ma'qulmi? Yo o'zini shu kusogidan o'ziga o'zini eplab ketganimiz yaxshi. Nima deysizlar? Shuni bitta ko'riblar, kommentariyaga yozib, bitta like bosib qo'yasizlar.